Akalar, hozirgi kunda har bitta videosi millionlab prosmotr bo'lyapti Instagramda. Ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha BYD xonamizni yangicha rangi. Bilasizlar, cho'kosi ham bor buni, mana bunaqa seriya rangi ham bor. Odamga yoqimli ranglardan bittasi. Orqalarini qaranglar. Orqalari bor, prosta komfort. Bari baland katta, eniga ham katta, hamda patsagancha joylari. Ko'rasizlarmi? Buni orqada o'tirgan odam kerak bo'lsa oldidan ham ko'proq komforti bor. Buni tushuntira olmayman, to'g'ri. O'tirganinglardan keyin bilasizlar. Boshqacha ishlab qo'ygan. Orqa divanni ham boshqacha ishlab qo'ygan. Endi oldiga keladigan bo'lsak, qaranglar, yengisi deydi. Yangi maslasi deydi. Abduf, podogrev, sovutadigan, isitadigan, polni, klavish elektronniy masajlargacha qo'yib beramiz akalar. Hamlari bilek bilan ishlangan bo'ladi. Oldi-orqa komplekt, orqalarida mana bu cho'ntaklari ham bor. Ko'rayotgansizlar. Hozirgi paytda komfort bo'yicha nomer 1 bo'lib turibdi. 500 xil sidinamiz bo'lsa, 500 xil ichida mana shu sidina nomer 1 bo'lib turibdi. Komfort bo'yicha ikkinchidan o'sha salonga qo'yilgandan keyin asli shu yana shunaqa beradi-yu. Mana orqada xolodilnikka ham do'sti bor, akalar. Gentra dislami, Cobalt dislami, Onyx, Monza, Malibu va hokazo O'zbekistonda 4 ta baloni bor, g'ildiragi bor mashinalarning hammasiga o'tiydi tushyapti. Shunaqa tushib ketyapti. Komfortini gapirmasa ham bo'ladi. Qachonki buni olib o'tirganingizdan keyin bilasiz. Buni olib haydagan o'tirib, nima deydi, olib o'rnatib yurganlar bilishadi buni komfortini. Buni maqtash ham shart emas. Prosta men hozir obzorini, mana yangicha rangimiz kelgani uchun obzorini qilaman. Bilasizlar, hamma obzorini uncha qilmayman, chunki har kuni unga shart emas obzor. Uni bilganlar bilishadi. Kim kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, nalichida bor, xolislar mana bunaqa rangidan bor, xolislar cho'kosidan bor. Akalar, rostagasi o'zingizlarning komfortni his qilaman desanglar, marhamat. BYD xonni tavsiya qila olaman.